Chekka bir qishloqdan kelgan mardikor odam Chorsuv mardikor bozoriga boraman deb adashib Qatortolga borganda nima bo'lardi? Shu yurmakan. Hech kim, ya mana qizlar qanday zo'rmi? Ha. Sizlar ham ishlaganimi? Ha. Ha, yaxshi. Raqobat bo'lgani yaxshi, o'sish bo'ladi. O'sish bo'ladi. Men kuniga 300 ming so'mdan ishlayman, sizlarchi? 200. Endi qo'llaringni uncha ish kelmasa kerak-da. Yaxshi, meni qishloqdan nomim chiqqan, sizlardichi? Sizlarning formalaring yo'qmi? Voy, biz borganda o'sha yerda alishtiramiz. Meniki Saboy. O'zim bilan.